Buxoroga 6 oylik amaliy tashrif bilan kelgan belarusiyalik shifokor Andrey Shestyuk buyrak transplantatsiyasi bo'yicha boy tajribasini mahalliy shifokorlar bilan o'rtoqlashishni maqsad qilgan. Стартовало сотрудничество между Белоруссией и Узбекистаном в области развития высокотехнологичной хирургической. Davlatlarimiz o'rtasida yuqori texnologiyali jarrohlik yordamini rivojlantirish sohasidagi hamkorlik doirasida mana 2 oydan buyon buxorolik mutaxassislar bilan amaliy tajribalarimizni orttiryapmiz. Buyrak transplantatsiyasi, jigar va oshqozon osti bezi patologiyasini davolash bo'yicha bir nechta operatsiyalar amalga oshirildi. Bunda zamonaviy tekshiruvlar, invaziv diagnostikaning yangi usullari, yangicha davolash metodikalari o'zlashtirilmoqda. Bu hamkorlik 6 oy davom etadi. Bu vaqt davomida Buxoroda mahalliy sharoitda bemorlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatadigan jamoani shakllantiramiz. Buning uchun yetarli imkoniyatlar yaratilgani tahsinga sazovor. В дальнейшем будет помогать пациентам из Бухары и Бухарского региона. Xirurgiya sohasining tajribali mutaxassisi ishtirokida zamonaviy jarrohlik sohasidagi yutuqlar, mavjud muammolar, ularning yechimlari, jarrohlik sohasidagi xalqaro tajribalar, davolashda ilg'or usullar amaliyotga joriy etilmoqda. Bunda shu kabi xalqaro hamkorlik orqali kadrlar salohiyatini oshirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Markazda yuqori texnologik operatsiyalarni bajarish uchun Turkiya va Rossiya davlatlarida amalga oshirib kelindi. Maqsadimiz chet ellik mutaxassislar birgalikda shu markazimizda yangi ko'lamdagi operatsiyalarni tatbiq qilish. Yaqinda Belorussiyadan Andrey Mixailovich professorimiz tashrif buyurdilar. Hozir bu yerda bu bilan birgalikda buyrak ko'chirib o'tkazish transplantologiya yo'nalishida 4-5 ta bemorda biz operatsiyalarni yo'lga qo'ydik. Ma'lumot uchun Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida yaqinda 2 ta bemorda buyrak transplantatsiyasi muvaffaqiyatli bajarildi. Endilikda bu kabi yuqori texnologik amaliyotlarning mahalliy sharoitda bajarilishi ham keng yo'lga qo'yiladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.